mashina qurish akamiz dehqondan olgan bir 3 ta dona joyda pitnolari bor, chaqachuqalari bor deb sotgan ekan. Sizlarga xolis mana kraskani ko'rsataman. Kelishib olish o'zlarining bo'yinda. Iltimos haqoratli har xil gaplar yozmanglar kommentlarga, jon akalar. Hali mashinani egalari o'qib, ichlari og'rib ketyapti, qo'rqib ketishyapti bir xillar akalar, qarg'ab boryapsizlar. Sizlarga xolis ko'rsatib beraman, shunaqa aldanib qolmanglar, shunaqa yeb qolmanglar deb xulosa chiqarib olib, bir reaksiyalaring bo'lsa qoldirib qo'ysalaring yetadi akalar. Iltimos haqorat qilmanglar. Svetda chiringda aka, mana bu mashinani ko'ringlar akalar. Orqa eshigimizdan ketdi akalar mana. Krashni eshigimiz ham sepilingan, qanotimiz ham polni sepilingan. Stoyka tomlari toza, ichlariga o'tmagan ekan. Kapotimiz ham yarimi toza, yarimi sepilingan. Qanotimiz ham polni sepilingan. Eshigimiz toza, xudo xolasa. Orqa eshigimiz ham qisman toza, mana yerda pitnosi bor. Karnizlariga sepilinmagan. Orqa qanotimizda ham bor. Akalar mana shunaqa olayotgan mashinalarning kraskasiga aldanib qolmanglar. Baqoravering. Olib kelsalaring chiroyli qilib ko'rib tekshirib beramiz. Ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'linglar. Xizmatimiz yoqqan bo'lsa bitta like, bitta podpiska eslaridan chiqib qolmasin akalar. Ishimiz rivoji uchun aldayotgan odamlarga ham yetib borsa, sal vijdon uyg'onadi-da, to'xta deydi, 4 kundan keyin lavzimizda hijolat bo'lib qolmaylik, olib tekshirtirib olishmasin deb to'g'risini aytib sotishadi. Xudo xolasa mashinalarini hammaga insofni o'ziga bersin. Xizmat bo'lsa kelaverasizlar akalar. Ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'linglar.